95 bo'ldi. 4 kunlik mashinasi yana keldi. Aslida bundan oldingi videoda meni ko'pchilik noto'g'ri tushunishgan. Chunki men haqiqatan Xorazmda edim. Endi keldim men Toshkentga, bemalol murojaat etsanglar bo'ladi deganman. Lekin 95 bu Xorazm nomeri deyilgan emas. Aslida bular hammasi bitta aka-ukalar. U rasstayasi uzoq emas, yaqin emas. No fakt to, что 150-200 km aslida, to'g'rimi? Lekin 4 kunda ham Xorazmiylar, Beruniydan Xorazmiylar bor, to'g'rimi? 95 kun. Tilimiz Xorazm. Почти. Ukajonim, 4 kundamiz. joningiz sog', ukajonim. Freon masalasi bo'yicha aniq xolodilnik freoni nima deganini tushunmayman. Negativ aqlli bizani mashinakka chiqaryapti. Sanga tegishli, tupoy. R134A. Bu freon avtomobillarni zapravka qilish uchun xolodilnik ustasi emas, biz shuni bilib qo'ygan. Imенно menga yozgan odam. Mijozdan hurmat qilamiz. Avvalambor bunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, biroz telefon qilib maslahat so'raylar. Sizlarga xolodilnik freon bilan mashina freonini farqlarini ko'rsatib beramiz. Kartalda ertaring sizga zo'r maslahat va zo'r tavsiya beradi bo'lar. Haqiqatan Xorazmdan Toshkentga keldim. Bemalol telefon qilsanglar, sizga zo'r maslahatni beraman. Shu.